Amerika Tashqi ishlar ministri Mايك پومپېيوھىندونېزىيەدە Uyg'urlar uchun so'zildi. U Hindoneziyəyə qılğan rəsmi ziyarəti məzgildə Hindoneziyaliklərni Xitay hökumətinin Uyg'urlarga qılıvatqan muameləsiga qarşı turuşqa çağırdı. Pompeo bu sözlərini 29 oktyabr günü Şərqi Cənubi Asiya dövləti bolğan Hindoneziyədəki bir musulman yaşlar təşkilatında nutq sözləgəndə qılğan. O mundaq degan: "Mən Xitay Kompartiyasının Hindoneziyaliklərni musulman qeyrindaşları uçravatqan zulüm bilan kar bolmaslıqqa çaqırğanlığını biləmən. Ularning sizlərə Uyg'urlarning qaltis qo'shal yashavatqanligini təşviq qilganligini mo biləmən. Ammo mushundaq munozirlarni anglag'iningizda paketni faqat qalbingizda izlang. Paketga qarang. Lagerdan qutulib chiqqanlarning keşmişləri və ularning oila taobatlariga yuz berganlarni anglang." Mايك پومپېيو so'zida yana mundaq degan: "Biz Ramazonda Uyg'ur musulmonlarini cho'chqa go'shi yeyishga majburlashning va ularning qabristonligini vayron qilishning terrorlikqa qarshi turish bilan aloqasi yo'qligini bilamiz." Mايك پومپېيو bu qitimqi Osiyo ziyoratini Hindistondan boshlagan bo'lib, orqadan Sri Lanka, Maldivi va Indoneziyada ziyoratda bo'lgan. Juma kuni tushdan keyin Vyetnamda ziyoratda bo'ladi. Amerikanın Birleşken Dövlətlər Təşkilatıda turuşluq muavin vəkili Kelly Curry, Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Xitayning Şərqi Türkistondagi Uyg'urlarga qaratılğan kişilik hüquq dەpsəndىچىلىكنى təkşürüş üçün yeterlik iş qilmadi dedi. Curry muxbirlarga qilgan so'zida tutib turish o'rinlaridagi ayollarning majburiy tug'ut cheklash, oila ziyorati va jinsiy parokandachilik qatorliqlarga duch kelayotganligini tilga oldi. O yana Birleşken Dövlətlər Təşkilatı'nın Ayollar Komitetida Amerikanın vəkili bo'lib xizmət qiliyotganligini ta'kidlab bundaq dedi. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Xitayning Uighur avtonom rayonidagi Uyg'urlarga qaratilgan kişilik hüquq dەpsəndىچىلىكنى təkşürüş üçün yeterlik iş qilmayotidi. Curry Birleşken Dövlətlər Təşkilatı'nın Uighur vəziyyəti to'g'risida bayonot e'lon qilmaganligini, rayonga kirishni talab qilmaganligini va intayin ig'ir ayblashlarni tekshirmaganligini tanqid qilib, Birleşken Dövlətlər Təşkilatıda ishlaydigan biri bo'lish sifatim bilan intayin keng va kishini andishiga soldigan tajovuzchiliklar haqida Birleşken Dövlətlər Təşkilatıda yetarlik harakat bo'lmasligi meni beoram qiladi dedi. Amerika hökuməti Amerika zamanında turub Xitay Kompartiyası üçün xizmət qiliyotgan organlarni bekitib chiqishni va buningga chetilgan shaxslarga tadbir qo'llanishni davomlashtirmoqda. Amerika Adliya Ministerligi 8 kishini Xitay uchun josuslik qilish bilan ayblagan bo'lib, ulardan 5 nafari qo'lga olingan. 28 oktyabr kuni Amerikada 5 nafar Xitay josusi qo'lga olingan. Amerika taratqullarining ilgari surishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Tulki Oven nomli harakat orqali Xitoy uchun josuslik qilgan 5 kishini qo'lga olgan. Ular Amerikadagi Xitoy siyosiy o'qituvchilar yoki Xitoy hukumatini tanqid qiluvchilarni nishon qilib, ularga tahdid qilish, ularning Xitoydagi oila tavobatlarini qismoqqa ilish orqali ularni Xitoyga qaytarishga majburlashdek harakatlar bilan shug'ullangan ekan. Amerika hökuməti İran, Xitay və Singapurdakı İranның neft ximiyilik məhsulotlarini sېتىۋالغان 8 şirketni embargo tizimiga kirgizdi. Amerika Maliya Ministerligi e'lon qilgan yozma bayonotda chet el mulkini qo'g'dash ishxonasining 1-oydagi jazo tizimligiga kirgizilgan trillion neft ximiya sanoati shirkati orqali İranның neft ximiyilik mahsulotlarini setishga qatnashgan 8 shirkatga jazo yurgizdiganligi bildirildi. Bayonotda ko'rsatilishicha, tilga ilingan shirkatlar İran, Xitoy va Singapurni asos qilgan bo'lib, Eronning neft ximiya sanoati davomli turda hokimiyatning O'rta Sharq va Venezueladagi chirik hokimiyat bilan terrorlik guruhlarini mablag' bilan ta'minlaydigan muhim kirim manbasi bo'lib qolgan. Amerika Maliya ministri Steven Mnuchin bu masalaga bergan bahosida Eron hokimiyatining neft ximiya sanoati uchun dunyoviy tashkilotlar to'ridan naf ilayotganligini o'tirg'a qo'ygan. Bu yil 1-oydan 6-oygacha Qozog'istonda 10.434 tonna uran ishlab-chiqarildi. Energiya Ministerligining bayonotida ministr Nurlan Nogayevning Turkiston o'lkasi Sozak shahriga joylashgan uran ishlab chiqarish o'rnini tekshirganligi bayon qilindi.
Bayonotda 2020 yılının aldınғы 6 ayında Qozog'istonda 10.434 tonna uran işlەpچىقىرىلغanligi, bunun 1554 tonnasının Sozak uran meydanidan ilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Egilenishicha, Qozog'iston, Xitoy, Amerika, Koreya, Yaponiya, Hindiston va Yevropa ittifoqi davlatlariga uran eksport qiladi ekan.